Barchaga assalomu alaykum do'stlar. Bu videoda sizlar bilan qanday qilib aniq 100% garantiyasi bilan $120 va undan yuqori, ya'ni 1000 va undan yuqori mablag'larni ishlashni ko'rib chiqamiz. Hammasi juda ham oson, juda ham oddiy. Buni video davomida ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Demak, boshladik. Video ostida mana shunday havola bo'ladi. Shuni ustiga bosishimiz kerak bo'ladi birinchi navbatda. Ustiga bosadigan bo'lsak, shunday joyga olib kirib qo'yadi bizni. Bu Binance birjasi. Ko'pchilik bilsa kerak, Binance bu nomer 1 kriptovalyutli birja. Hozir Binance'da shunday aksiya bo'lyaptiki, har bir yangi ro'yxatdan o'tib, shaxsini tasdiqlagan va yana bitta sharti bor, o'shani bajargan foydalanuvchi uchun kafolatlangan $15 miqdorida pul taqdim etmoqda. Men video boshida $120 deb aytib o'tdim. $120 aniq ishlash mumkinligini buni video davomida tushuntirib o'taman. Demak, hozir qanday qilib shu aksiyada qatnashish, to'g'ri qatnashish va qanday qilib o'sha birinchi $15 olishni ko'rib chiqamiz. Demak, ssilkani ustiga bosganimizdan so'ng xuddi shunday joyga kelib tushamiz. Bu yerda shunday joy chiqadi. Bu yerda brauzerga olib o'tadi. Birinchi shu brauzerdan ro'yxatdan o'tib olishimiz kerak. Bu yerda astatsiyani bosishimiz kerak bo'ladi. Keyinchalik buni приложениyasi ham kerak bo'ladi. Demak, bu yerda ma'lumotlar shu aksiya haqida agar qiziq bo'lsa o'qib chiqishingiz mumkin. Biz sразу ishga o'tib ketaveramiz. Bu yerda registratsiyani bosamiz. Juda ham oddiy registratsiya jarayoni. Demak, bu yerga elektron pochtamizni yozishimiz kerak bo'ladi. O'zingizni elektron pochtangizni yozishingiz kerak bo'ladi. Albatta, to'g'ri qilib kiriting, chunki pochtangizga kod boradi. Demak, bu yerda bir xil qaychilarni belgilang deb ko'rsatmoqda. Xo'p. Yo'q, qaychilar bir xil emas, qaychilarni o'zini belgilash kerak ekan. Yo'q, qarindosh, demak qalamlar. Agar siz kapcha terishni unchalik sizga nima deydi, noaniq bo'lib turgan bo'lsa, mana bu yerda aylanani bossangiz, shunaqangi qilib boshqa rasmni o'ziga tushunarli bo'lgan kapcha rasmni ko'rsatib beradi. Bu yerda verifikatsiya. Mana to'g'ri keldi. Va pochtamizga kod yuborildi. Pochtamizga kiramiz. Va подтверждение uchun yuborilgan kodni kiritamiz. Demak, bu yerga parol o'ylab topishimiz kerak bo'ladi. Albatta, parol esingizda qolishi kerak. Shuni esingizdan chiqarmang. Albatta, parolni biron joyga yozib qo'ying, chunki parol unutadigan bo'lsangiz tiklab olish mumkin, lekin anchagina bosh og'riq bo'ladi sizga. Va mana verifikatsiyani birinchi bosqichdan muvaffaqiyatli o'tib oldik. Keyin bu yerda dalyani bosishimiz kerak bo'ladi. Va bu yerda uchastovat bosamiz. Bo'ldi, biz nimaga a'zomiz, ya'ni promo aksiyaga a'zo bo'ldik. Bu yerda registratsiyaning ikkinchi bosqichi, ya'ni verifikatsiya jarayoni bor. Shundan o'tib olishimiz shart. Uni hozir programma orqali ko'rib chiqamiz. Programma ancha qulayroq, shuning uchun Binance programmasini ko'chirib olamiz hozir. Demak, App Store yoki telefoningiz Android bo'lsa, Play Marketda Binance ilovasi mavjud. O'shani skachat qilib olamiz. Skachat qilganimizdan so'ng buni ochishimiz kerak bo'ladi. Mana shunday joy chiqqanda
birinchi bo'limni tanlab ko'raverasiz. Agar kriptovalyutalarda tajribangiz bo'lsa ham. Xo'p, endi tizimga kirib olishimiz kerak. Biz boya ro'yxatdan o'tib olgan edik. O'sha yerga ro'yxatdan o'tgan pochtamizni va parolimizni kiritib, programmaga kirib olishimiz kerak. Bu yerda yana pochtamizga kod yuborildi. O'shani kiritib olishimiz kerak. Va mana Binance'ni ilovasiga ham muvaffaqiyatli kirib oldik. Bizda internet biroz sekinroq, shuning uchun aybga buyurmaysizlar. Biroz qotish bo'lganligi uchun. Bu yerda обязательный verifikatsiya, ya'ni shaxsimizni tasdiqlab olishimiz kerak. Demak, yashash joyida O'zbekiston albatta turadi. Fuqarolik O'zbekiston. Agar fuqaroligingiz O'zbekiston bo'lsa, JSHR yoki pasport raqami. JSHR orqali o'ta qolamiz. Qulayroq bizga. JSHR nimaligini bilsangiz kerak. Buni nimaga ham chiqarib qo'yaman. 14 talik raqam bo'ladi. Va familiya joyiga familiyamizni kiritishimiz kerak. Pasportda qanday bo'lsa, shunday kiritishimiz talab qilinadi. Shunga e'tiborli bo'ling. Bo'lgan kun, oy bu yerda va yilimiz. Davom etishni bosadigan bo'lsak, bizdan yuz skaner qilishni so'ramoqda. Albatta yaxshi yoritilgan va kamerasi tiniq telefonda qilishga harakat qiling. Shunda verifikatsiya jarayoni, mana shu yuz skaner verifikatsiya jarayoni sizda oson o'tadi. Va mana yuz skanerdan ham muvaffaqiyatli o'tib oldik. Bu yerda to'liq manzil, viloyat bo'lsa viloyatingizni yozasiz. O'zbekiston. Pochtangiz indeksini ko'rsatib qo'ysak bo'ladi. Va davom etish. Demak, bu 15 daqiqa vaqt olar ekan. Kutib turamiz albatta. Va tasdiqlash jarayoni hech qanchaga bormadi. Pochtamga mana verification successful, ya'ni siz verifikatsiya jarayonidan muvaffaqiyatli o'tdingiz degan xabar keldi va mana ilovada ham bu ko'rindi. Demak, tayyor bizni nimamiz. Birja hisobimiz ishga tayyor bo'ldi. Demak, bizda oxirgi bosqich qolyapti. Shu bosqichni tamomlab qo'ysak bo'ldi. $15 naqd bizga naqd qilgan bo'lamiz. Buning uchun bizga depozit olishimiz kerak, ya'ni
o'sha aksiyani oxirgi shart shundan iboratki, siz kamida $100 miqdorida pulni aylantirgan bo'lishingiz kerak. Ya'ni $100 qanaqadir bir kriptovalyutani olib sotgan bo'lishingiz kerak deyilgan. Va shuni hozir sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Bu yerda USDT to'ldirib olishimiz kerak bo'ladi balansimizga. Dollarni qonuniy sotib olish mumkin bo'lgan yo'lini o'rgataman. Bilasizlar, kriptovalyuta bizda nelegalni, ya'ni faqat litsenziyaga ega bo'lgan do'konlardan sotib olish mumkin. Bu yerda birjani ichidan ham sotib olsa bo'ladi. Bizda sizlarga eng oddiy usulni ko'rsatib o'taman bu yerda. Mablag' qo'shishni bosamiz. On-chain depozitni bosamiz. Bu yerga USDTni tanlashimiz kerak bo'ladi. Va TRX 20. Demak, endi nima qilamiz? Endi hozir sizlarga USDTni qonuniy sotib olish mumkin bo'lgan joyni, saytni ko'rsataman. Xo'p, endi qanday qilib USDT kriptovalyutasini qonuniy sotib olib Binance hisobimizga o'tkazishni ko'rib chiqamiz. Endi buni ko'pchilik bilsa kerak. Ya'ni kriptovalyutalarni litsenziyaga ega bo'lmagan joylardan sotib olish yoki sotish taqiqlanadi. Faqat litsenziyaga ega bo'lgan birja yoki joylardan sotib olish kerak bo'ladi. Men sizlarga eng oddiy usulini, ya'ni qonuniy sotib olish usulini ko'rsatib o'taman. Play Market yoki App Store'ga kiramiz. Bu yerda Paynet deb yozadigan bo'lsak, Paynet ilovasi kelib chiqadi. Sketchat olamizda va ichiga kiramiz. Men ro'yxatdan o'tib karta qo'shyapman bunga. Siz ro'yxatdan o'tib, o'sha telefon nomeringizni kiritib, ro'yxatdan o'tib olasiz va ishlayib turgan Humo yoki Uzcard kartangizni qo'shishingiz kerak bo'ladi. Men bu jarayonni ko'rsatib o'tirmayman, chunki menda avvaldan ishlataman va menda bu jarayon ancha oldin bo'lgan. Juda ham oddiy jarayon bo'lganligi uchun bemalol o'zingiz qilsangiz bo'ladi. Demak, bu yerda xizmatlar bo'limi bor. O'sha yerga kiradigan bo'lsak, pastroqda kriptohamyon degan joyi bo'ladi. Va unga bosadigan bo'lsak, sizda kriptohamyon yaratish degan bo'lim chiqadi. O'sha galochkani qo'yib kriptohamyon yaratishni bossangiz, xuddi shunday nima ochiladi. Men avvalroq yaratganligim uchun menda bunday nima ko'rinmadi. Xo'p. Kriptohamyon yaratib olganimizdan so'ng mana shunday menyu ochiladi. Bu yerda 5 ta kriptovalyutani sotib olish imkonini beradi bizga. Bizga USDT kerak albatta. Va unga bosamiz. Bu yerda xarid qilish bosadigan bo'lsak, davom etish. Bu yerda o'sha $100 dan oshiqroq yetadigan summani yozishimiz kerak bo'ladi. Dedik 250 ming. Xullas, mana shunday yozasiz. Bu yerga summani yozasiz. Qancha o'sha $100 dan oshiqroq yetadigan summani yozasiz va bu yerda sizga qancha kripto berilishi ko'rsatiladi. Endi menda hozir bu jarayonni ko'rsatib o'tolmayman. Menda kartamda pul yetarli emas. Menda avvalroq sotib olgan USDT'm bor. Xo'p, bu yerda komissiya ham bor ekan. Shunga ham e'tiborli bo'ling. $100 ga 25 ming so'm komissiya olar ekan. Demak, mana bu yerdan sotib olganingizdan so'ng mana bu USDT degan joyda sizda USDT paydo bo'lib qoladi va uni o'sha birja hisobimizga o'tkazish kerak bo'ladi. Bu yerda yuborishni bosamiz. Kriptohamyon manzili dedik. Tronni ko'rsatgandim boshida, shu Tronni belgilaymiz va bu yerda birjadagi USDT TRX 20 hamyonimizni kiritishimiz kerak. Endi bilmaganlar uchun vajli narsa, ya'ni bu yerda TRX 20 bo'lishi shart. Mana bu yerda boshqa setni tanlab yubormang, chunki agar boshqa setni tanlaydigan bo'lsangiz, kriptolaringiz yo'qoladi, boshqa manzilga ketib qoladi. Shuni yodingizdan chiqarmang. Bu yerda kopiyani bosib, Paynetga qaytamiz. Kopiya qilib olgan namimizni joylaymiz. Va jo'natmoqchi bo'lgan kriptoyimizni biz 100 dan oshiq sotib olgandik. Va ana shunday jo'natmoqchi bo'lgan kriptoyimizni yozib, bu yerda jo'natishni davom etishni bosadigan bo'lsak, bizni mana shu Binance hisobimizga
paymetdagi kriptolarimiz kelib tushadi. Menimcha to'g'ri tushuntira oldim va mana hisobimizni muvaffaqiyatli to'ldirib oldik. Men premyer sifatida $103 to'ldirdim. Siz 100 dan oshiq bo'lgan xohlagan miqdorga to'ldirishingiz mumkin bo'ladi. Faqat 100 dan oshiq bo'lishi shart. Va bu yerda savdo bo'limiga o'tamiz. Bu yerga e'tiborli bo'lish kerak. Bu yerda spot bo'limini tanlaymiz. Boshqa joyda turishi kerak emas. Demak, bu yerda limit bozor narxiga o'zgartirib qo'ysak, biz darhol sotib olib, darhol sotishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda xohlagan bir valyutani tanlashingiz mumkin bo'ladi. Men sizga shu komissiyali, ya'ni bu yerda o'sha promoksiyani shartlariga ko'ra komissiyasi bor bo'lgan o'sha kripto juftliklarda savdo qilish kerak bo'ladi. Masalan, shu bitcoinni o'zida savdo qilish mumkin. $103 bitcoin sotib olamiz masalan. Mana $103 bitcoin biz sotib oldik. Biroz kutib turamiz. Shu 1 daqiqa yaqin kutib tursangiz bo'ladi. 1 daqiqa ichida kurs unchalik o'zgarmaydi. Ya'ni sizga bir %0.5 o'zgarsa ham bu $0.5 minus plus degani. Bitcoin birdaniga o'zgaradigan kripto emas. Shuning uchun bitcoin yoki mana bu yerda boshqa kriptolar bor, o'shalarda savdo qilsangiz ham bo'ladi. Men bitcoin misolida ko'rsatib o'tdim. Xo'p, endi sotib yuborsak ham bo'ladi. Barchasini belgilaymiz va bittasini sotish. Bo'ldi. Bizning balansimizda 102.88. Demak, примерно 90 sent minus bo'ldi hozir bizda. O'sha savdo komissiyasi va kurs biroz pastladi shekilli adashmasam. Va o'sha promoksiyadagi barcha shartlarni muvaffaqiyatli bajarib oldik. Endi aytishingiz mumkin, qachon $15 tushadi deb. Aksiya, promoksiya 5 noyabrda 5 dekabrgacha deb aytilgan. 5 dekabrda tugaydi va 3 hafta davomida spot balansingizga, ya'ni Binance hamyoningizga $15 tashlab beriladi kafolati bilan deb aytilgan. Bu birjani bilasizlar. Nominal birja hech qachon odamlarni shunchaki nima bilan aldab ketadigan nima emas. Bundan oldin ham ko'p aksiyalar bo'lgan, hammasini to'lab bergan. Menimcha hammasi tushunarli bo'ldi. Yana bitta narsa qolib ketibdi. Men $120 garantiyasi bilan ishlab olishingiz mumkin deb aytib o'tdim. Albatta buni ham yo'lini o'rgataman. Demak, oilada 5 kishisiz, bitta o'zingiz o'tdingiz va sizda 5, ya'ni 15 USDT bo'ldi. $15 ishladingiz shu shartlarni bajarib. Endi hisoblaymiz. $15 sizga tushdi va oilangizda yana 4 kishi bor. Masalan, o'zimni oilamdan misol qilib ko'rsatyapman-da. 4 kishi bo'ladigan bo'lsa, ko'paytiramiz 4 ga. Demak, $60 ishladingiz. Buni yana ko'paytiramiz 4 ga qilib qo'yishimiz mumkin, chunki o'zingizni referalniy ссылкаңiz orqali oila a'zolaringizni o'tkazganingizda o'sha oilangizga a'zoga ham $15 beradi, sizga ham $15 beradi. Ya'ni bu yerda ikki tomonlama $15 ishlasangiz bo'ladi. Shuning uchun buni 2 karra ko'paytirsak 240 bo'lyapti. Men virtual orqali hisobladim. 8 ko'paytiramiz 15 120. Xuddi shuni hisoblagandim. Ya'ni o'zingiz $15 naqd ishladingiz va oila a'zolaringizni ham o'zingizning referal ссылкаңiz orqali registratsiya qilib chiqqaningizda har bir registratsiya qilib chiqqan oila a'zongizga ham $15 dan, sizga ham taklif qilganingiz uchun $15 dan beradi. Shunda siz bitta taklif qilgan odam uchun, ya'ni u odam o'zingizni nimangiz bo'lsa $30 ishlaysiz. Shunda $120 bo'lyapti aytganimdek. Menimcha hammasi tushunarli bo'ldi. Ko'rib turganingizdek unchalik qiyin emas. Faqat o'sha $100 dan oshiqroq pul kerak bo'ladi sizga. O'sha pulni mana bu yerda biz
savdo qildik-ku, shuni yechib olib, boshqa nimaga, boshqa o'sha o'zingiz taklif qilgan odamni hisobiga o'tkazdirib, xuddi shu tartibda savdo qilib, ishlab va keyin yana savdo qilib bo'lgandan keyin yana boshqa kashflotga o'tkazib ishlasangiz bo'ladi. Shu $100 dan oshiqroq pul kerak bo'ladi xolos sizga. $100 hech qachon kuyib ketmaydi. Buni o'sha masalan nechta 5 ta oila a'zongiz yoki do'stingiz bo'ladigan bo'lsa, shu 5 tada ishlatib turib, oxirida hamma nimasini yechib olishingiz mumkin bo'ladi. Qancha qolsa-da, endi har bir nimadan nima deydi, har bir taklif qilgan odamingizda o'sha salkam $1 minus bo'lyapti. Balki siz nima qilgan, savdo qilgan paytda o'sishi ham mumkin, lekin примерно o'sha 50 sent $1 minus bo'ladigan bo'lsa ham 10 ta odamdan $10 minus bo'lsin, bu yerda 10 ta odamdan 30 bo'lsa, salkam $300 ishlayapsiz. Menimcha juda ham yaxshi imkoniyat, agar shuncha yaqin insoningiz bo'lsa. Menimcha hammasi tushunarli. Albatta vaziyatdan foydalanib, bu imkoniyatdan foydalanib bosib qolish kerak. Hammaga omad.